Hammalari mana shu Ikromjondan juda xursand. O'quvchilarga Canva'da veb-sayt qilishni o'rgatdim va eng foydali veb-sayt 4-ishimiz bo'ldi. Har bir o'quvchi o'zini shajarasi haqida veb-sayt qilishdi. Bu yerda birinchi sahifada shajara nima ekanligini va odam o'zini shajarasini bilish qanday yaxshi tomonlari mavjudligi haqida yozilgan va bu yerda mana 10 yosh o'quvchimiz qilgan shajarasi. Bu yerda ustiga bossa batafsil ma'lumot chiqadi. Bosh sahifaga qaytish bor. Deylik, mana bunga bossa batafsil oilasi haqida ma'lumot chiqadi. Mana shu o'quvchimiz qilgan. 10 yosh, 2015-yil Ikromjon degan. Bu yerda endi ayollarga men o'zim vaqtincha shunday qoplab turibman. Internetga qo'ymaslik uchun ularning yuzlarini boshqa mana amakisiga kirib ko'ramiz. Mana Jamshid degan to'liq amakisi, yangasi va akalari, bu yerda to'liq ma'lumot bor. Bu sayt bo'lib chiqqan, internetga faqat shu oilani o'zlari bilishadi. Qarindoshlarga xabar berilgan va hammalari mana shu Ikromjondan juda xursand.